va ko'z ochib yumguncha Bilqis taxtini Sulaymon payg'ambarning saroyiga keltirdi. Karvon yo'llarini qadam-qadam bosib o'tib, Bilqis Sulaymon payg'ambarning muhtasham saroyiga yetib keldi. Qayerga qaramasin, ko'zlar qamashar va juda hayratlanardi. U o'z taxtini ham shu yerda ko'rib, lol bo'lib qoldi. Sulaymon payg'ambar uni shishadan yasalgan bir saroyga taklif qildi. Saroyning hamma joyi shisha edi. Hatto pollari ham. Bundan tashqari, uning ostidan suv oqar va ichida rang-barang baliqlar suzib yurardi. Bilqis oldin hech bunday narsani ko'rmagan edi. U libosining etagini suv bo'lmasin deb yuqori ko'tardi. Bu holat Sulaymon payg'ambarni kultirdi. "Xavotir olmang", dedi. "Kiyimingiz ho'l bo'lmaydi. Bu shishadan yasalgan saroy." Bilqis Sulaymon payg'ambarning shunchaki bir shoh emasligini tushundi. Chunki bu ko'rgan barcha ajib narsalarni oddiy inson qilishi mumkin emasligini bilardi. U payg'ambar bo'lsa kerak deb o'yladi Bilqis. U quyoshga sig'ingan kunlar uchun afsuslandi. Allohga iymon keltirib, unga bandaligini izhor qildi. Saba xalqi ham o'z malikasi kabi quyoshga sig'inishni voz kechdi. Quyosh va boshqa barcha yulduzlarni yaratguvchisi yakka Allohga iymon keltirishdi. Yana ko'plab mamlakatlar Sulaymon payg'ambarning to'g'ri yo'lni ko'rsatgani sababli olovga, quyoshga, tog' va toshlarga, butlarga sig'inishdan voz kechib, gullar, yulduzlar, chumolilar va go'zal ko'zli jayronlarni yaratgan yolg'iz Allohga iymon keltirishdi. Shu bilan hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa chiqarish o'zingizdan.